Sayohat bu xarajat emas, sayohat bu daromad. Ya'ni qachonki siz katta sayohatga ochilar ekansiz, katta sayohat tomon harakat qilar ekansiz, umuman olganda mana yangi emotsiyalar orqasidan intilar ekansiz, siz aslida o'zingizga investitsiya qilgan bo'lasiz. Bu qandaydir ishlaydi, men buni sizga tushuntirib bera olmayman, lekin bu qandaydir mo'jizaviy holat. Bunda mo'jiza bor. Bekorga Allohim dunyoni kezinglar, dunyoni ko'ringlar, shukringiz ortsin, boshqa odamlarni ham ko'ringlar yashaganini deb aytmagan. Bu qandaydir mo'jizaviy bir holat. Siz dunyoning boshqa bir nuqtasiga borasiz, o'sha yerdagi holatni, o'sha yerdagi odamlarni, boshqasini ko'rasizda, ko'p emotsiya olasizki, vaqt sayohat payti uzaymaydi, kengayadi. Sayohat ana shunaqa qudratga ega. Ya'ni siz bir hafta boshqa bir notanish mamlakatga borganingizda vaqtingiz tez emas, xuddiki eniga o'sayotgandek, ketayotgandek bo'ladi. Ya'ni emotsiyalar hisobidan, yangi narsalarni ko'rganingiz hisobidan bu kengayadi. Shuning uchun ham aslida sayohatdan kelgan odam boyroq bo'lib qaytib keladi.